Ana bu ko'ylagim dashbol qilmadingmi? Esimdan chiqibdi. Qana esingdan chiqadi. O'zi mana shu xotining garang. Nima bo'la shu qilgan ovqatingni? Yaxshi chiqmabdimi? Kelin nima bo'la pishirgansiz o'ldirasiz odamni. O'zi mana shu xotining garang. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Opam keldilar, keling. Erim bilan urushib keldim. Qaytib bormayman dedim. Bolalingizni o'ylasangiz bo'lardi. Tentak bolalar yo'q-ku hali. O'zi bu xotining garang. Ana bu sovg'a sangami? Rahmat. Ha, shuncha sani katta qilgan onaga sovg'a yo'q, xotinchaga sovg'a bor. Qaydan chiqdi? Onaman sovg'a sizga mang oling. Rahmat. Mana bu so'p kimga? Bu ham sizga mang. Voy, kutmagandim. Ketsan ket, onasi o'tmagan qizga uylanaman dedi. Nima dedingiz? Menga desa onasiga uylaman dedim. Onasiga qarayveradi. Zo'r ketdi. Dadasi, go'sht olib keling. Kecha olib keldim-ku. Voy, kuydirib qo'ydim. Sen diyonamisan. O'zi man aytgan qo'shni qizga uylanishing kerak. Buni qo'lida hech narsa kelmaydi. Xafa bo'ladi endi, mensiz ham. Xafa bo'lib yo'qolib keting. Rostdan ketadi. Keting